moy chechak juda ham mashhur joy ekan. Hamma bu yerda to'xtar ekan. Chunki bu yerdagi qurt juda ham mazali ekan va juda ham mashhur. O'shaning uchun hamma kelib, chunki uzoq yo'lga yurganda qurt boshqacha yordam beradi va hamma tomonlama musofirchilikni unutadi bu. O'zbeklar buni juda yaxshi ko'radi. Qurt menimcha bu sutdan tayyor qilinadi. Mazasi o'zbeklarga ayniqsa juda ham yoqadi. Hattoki Hindistonda ham bemorlarning tushunchada bu hech narsa bo'lmasa ham, lekin qurt albatta chiqadi. Keyin bizga ham tatib ko'ring deydi. Bu juda ham zo'r. Mazasi juda ham dahshat deydi. Keyin qiziqdi. So'rasam bu ko'ngil aynashga ham bu qarshi ekan. Ya'ni boshqa yurtda bo'lganda odam baribir ob-havo o'zgaradi, boshqacha bo'ladi, ko'ngil aynib ketish mumkin. Ko'ngil aynash bo'lsa, shunga ham qanaqadir yordam beradi. Qurtni ham qarang, qanaqa dumaloq va katta mushakka o'xshaydi. Oho. Qarang, va rang-barang juda ham zo'r.